Hali ham turmadimi bu? Keling! Voy, uzr oyijon. Ha, o'lib qoldingizmi? Soat necha bo'ldi? Ha, oyi, nima qilib uxlasa soat endi 11 bo'ldi-yu. Nima? Ha, uydagi ishlarni o'zingiz yugurib tursangiz ham bo'ladi. Chaqirib qolganingiz yo'q. Qanday qon yurishadi-da? Voy, tush ko'rmayapmanmi? Ha, unaqa qarayapsiz. Sezmaganimni qarang. Ko'ylagingiz eskirib qopti-yu. Sirroshni yangisini olib beraman. Voy, shart emas, adasi hali yangi-yu. Topganim sizniki onajonisi. Aytgancha, telefonim bir maza qilib tutasizmi? 0404. O'rtoq bo'la qol, ketdik choyxonaga. Nima? Choyxona? Hech qayerga bormayman. Xotinim bilan uyda o'tiraman. Supuravering. Bunaqada kurukdan ajrab qolasan. Menga o'rtoqlaring ham, kuruging ham bir tin. Hammang kopeykasanlar. Va shu meni qaytib chaqirmalaring. Pashol. Yuring. Onajonisi bo'la qoling. Tinchlikmi, adasi qaytga? Ha, oyizni. Yo'q, oyijonimizni ko'rib kelamiz. Voy, kecha borib keldim-ku. Yana boramiz. Har kuni boramiz. Yaxshi uyga olib kelaylik, biz bilan yashaydilar. Bolachi. Bolalardan umuman xavotir olmang. Ularni Dream School maktabiga beramiz. Dream School? Ha, zo'r maktab. Hozir birinchi rus va o'zbek sinflariga qabul boshlangan. Yangi o'quv yilidan 5, 6, 7 sinflar uchun ham rus sinflari ochiladi. Eng zo'r tomoni ot choptirish va kamondan o'q otish bo'yicha ham darslar davom etyapti. Ingliz tilidan sertifikatga tayyorlab, xorijga o'qishga ham yuborishadi. Adasi, rostdan haydoringmi? Haydagingiz kelib turibdi-yu. Bitta bosing. Indamizku to'g'rimi? Endi cheres sur, lekin indamagan sari vash o'zingdan ketding, boshga chiqib olding. Stop! Bo'ldi. Prankida. Ishondingiz-a? Bu temir topiladi-yu. Ketdik.